Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuni bilamiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, qalban yaxshi ko'ramiz. Shu hayotda ekanmiz, hali inshaalloh jannatda ko'ramiz u zotni. Lekin jannatdan avval masalan men oddiy bir faqir bir banda olarak Hazrati Abu Hurayrani tushda ko'rishni juda ham orzu qilib duolar qilaman, lekin gunohlarimizdandir, taqsirotimizdandir hali biron bir sahobani ko'ra olmadik-da. Ammo umidimiz, ilohim siz ko'rib qolsangiz meni nomimdan ham Hazrati Abu Hurayraga salom deng. Kelishdiga ko'rsangiz salom deng. Ustozimiz aytdilar, sizga salom aytishligimizni deb qo'ying. Hazrat Abu Hurayrani ko'rsangiz. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu onalarini albatta har bir farzand kabi juda ham yaxshi ko'rardilar. Lekin onalarini islomga kelishligi qiyin bo'ldi. Har kuni da'vat qiladilar. Har kuni Alloh va rasuliga chaqiradilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam Madinadalar. Rasulullohning darslarida, saboqlarda bo'ladilar. Hadis talaqi qiladilar, keladilarda uyda faqat onalarini da'vat qilishlik bilan kunlarini, tunlarini o'tkazadilar. Hatto birida da'vatni ko'proq qilganligidan, ya'ni onasini islomga chaqiryaptilar. Onalari darg'azab bo'ldilarda, hatto payg'ambar alayhissalatu vasallamning haqlarida xunuk bir so'zlarni aytib yubordi. Yig'lab Rasulullohning haqlarida aytilyapti endi u. Rasulullohni haqorat qilyaptilar. Ona hali johil, hidoyat qalbiga kirmagan ona o'sha so'zlarni aytib yuborganligidan Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuning bu dillariga juda ham og'ir botdi. Bordilarda yig'lab, "Ya Rasululloh, onamga duo qiling. Onam hidoyatga kelmayaptilar. Onamga Alloh iymon bersin" dedilar. Rasululloh alayhissalatu vasallam shunday qo'llarini ochib, "Allohumma hdi umma Abi Hurayra. Allohumma hdiha. Allohumma hdiha." Allohu akbar. Rasululloh shunday qo'l ochib duo qilishlari bo'ldi, ijobat bo'ldi. Allohim Abu Hurayrani onasini hidoyat qil deya Alloh taolaga duo qildilar. Rasululloh alayhissalatu vasallam bildilarki bu duo ijobat. Uyga yugurdilar. Kelib uyning eshigini xonadon, kichkina xona endi ochmoqchilar. "Ala rislik ya Abu Hurayra" dedilar. Abu Hurayra to'xtab turgan bolam dedilar. Nega? Islom g'uslini qilayotgan ekanlar. Iymonga kelib, islom g'usuli bor-ku, g'usul qilib chiqib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh shunday shahodatni aytdilarda, islomni qabul qilganliklarini aytganlarda quvonib ketib, onalarini quchib yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga yugurdilar va payg'ambar alayhissalatu vassalomga bu bashoratni berib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham quvondilar. Yana qarang, duoni ijobat bo'lishligini bilgan Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana duo talab qildilar. "Ya Rasululloh" dedilar, "yana duo qiling." Chunki Hazrat Abu Hurayra bilasizki, Rasululloh bilan doim o'sha hadis talab qilish yo'lida birga yurganlar. Rasulullohning erka talabalaridan bo'lganlar. Yana o'sha duolari ijobat bo'lishligini umid qilib, yana bir duo so'radilar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, yana bir duo qiling. Yana bir duo qiling. Meni qarab turing. Meni va onamni" dedilar. Ana onaga vafo. Ana onaga muhabbat. Meni va onamni butun mu'minlar sevsin. Va butun mu'minlarning muhabbati qarang. Butun mu'minlarning muhabbati biz uchun bo'lsin. Meni va onamni butun mu'minlar sevib va bizning qalbimizda butun mu'minlar bo'lsin deya shu duoni qiluvdilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam shu duoni so'raganlarda shu aynan Hazrat Abu Hurayrani bu talabini ham qildilar va ijobat bo'ldi. Qarang, shu vaqtgacha bilasiz, kim Abu Hurayrani yomon ko'rar? Aytsinchi. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuni yaxshi ko'radiganlar qo'l ko'tarsin. Hamma yaxshi ko'radi. Allohning o'sha ijobat qilgan duolari Hazrat Abu Hurayra va onalari qayerda, qay zamon Hazrat Abu Hurayra desak bir sakrab turamiz. Dunyoda eng yaxshi inson, payg'ambarlardan keyin eng yaxshi inson deya his qilamiz. Ana u duoni ijobat bo'lgani edi.